Assalomu alaykum. Men bu kursga qatnashganimda juda ham xursand bo'ldim. Bu yerga kelganimga men 7-darslikda o'zida natijalarimni juda ham yaxshi bilyapman. Avvalo ayolligimni his qildim desam, menda siydik tuta olmasligim, aksariganda siydik chiqib ketgandek anaqa bo'lardi. Hozir o'sha narsalar yo'q. Yana nima deydi? Ayollik qanday ham unutgan ekanman deb bu yerga kelib qizlar jamoasi bilan maza qilib o'zligingga nima ayollikka qaytyapmiz deydimi, shunaqa bo'lyapti. Juda ham xursandman. Men bu yerga ayol qizlarimizni sog'ligida muammo bo'lgan, jinsiy taraflama muammosi bo'lganlarni albatta qatnashishini xohlayman. Chunki bu yerda hozir til bilan men aytib tushuntirib bera olmayman. Bu kursga qatnashsanglar o'zingizlar buni his qilasizlar. Xo'jayinlar ham his qilar ekan bu narsani. O'z etolmaydigan, ayol etolmaydigan narsalarni bu yerda tabiiy davosi bor. Men tavsiya qilaman ayollarimizga tabiiy yo'l bilan shunaqa natijalarga erishishni, go'zal, sog'lom, o'ziga ishongan ayol bo'lishini hammaga taklif qilaman. Nima deydi? Kelishlarini taklif qilaman. Xohlardim ayollarimiz tabiiy yo'l bilan shunaqa sog'lom, go'zal bo'lishliklarini. Boshida kelganingizda hamchi boshqacha edingiz. Mana hozir o'sha ko'zlaringiz yonib turibdi. Boshqalar ham aytayaptimi? Haqiqatan o'zimga bilinmagan o'sha paytda anaqa tushkun hayotda qiziqmasdik, bir xil o'tardi. Hozir kundan kunga ertaga kun qanaqa bo'larkan deb ertangi kunda qanaqadir natijalarni kutaman. Haqiqatan hayotga qiziqish uyg'onar ekan aytaman. Ayol jozibasi deydimi? Men 45 yosh bo'lsam, endi shu narsani tushunib yetyapman. Juda ham xursandman Madinadan. Allohim ilmini ziyoda qilsin, ilmini yuqumli qilsin. Bu yerga nima niyatda kelganlar, ilohim shifo topib xursand bo'lib ketishini xohlayman. Sog' bo'ling. Ilohim natijalaringiz bardavom bo'lsin. Xudo xolasa darsni tugatganingizda bundan ham zo'r natijalarni olasiz. Xudo xolasa.